Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz do'stlar. Katta yo'l sezonimizni endi tugatib, endi mishalka sezonimizni boshladik. Sizlarga mishalkamizni tushuntirib beramiz. Xo'p. Mishalkamiz gidravlika mishalka 3 mm listdan bo'ladi. Baquvvat, unchalik tugab qolmaydigandan bo'ladi. Profillari 5 ga 5 3 stenkali bo'ladi. Motor reduktor motorlari mis admotka bo'ladi. Hammasi mis admotka bizdagilar 6 oy garantiyasi bor. Yosh bola ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Ruchkali mishalkamiz bor. O'yinchoqqa to'kib beradi. Bu holatda o'yinchoqqa to'kiladi. Buni mis admotka, alyumin admotkalari bor. Kimga kerak bo'lsa qilib beramiz. Bu listlari 2 mm lik kantner mahsulotdan bo'ladi. Hamma profillari ham, listlari ham kantnernikidan bo'ladi. Lekin hammasiga yangi motor qo'yilgan bo'ladi. Bunga rezinkalar tegizib qo'yilgan, qo'lni kesib yubormaslik uchun. Ichkarida ob'yomni ko'rsatib qo'yamiz. Sezonga tayyorgarlik qattiq bo'lgan, xohlasa yetkazib beramiz. Chiqarish o'zimizni seximiz. O'rtam narxlarda, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Start birinchi o'rinda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'ying. Hammasi yangi listlardan bo'ladi. 360 sotganimizdan endi tayyor bo'lyapti. 360 ga to'kib beradi. Bu ham sifati zo'r. Xohlasa kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz.